Bot. Mana darslarım tugadi. Hali vaqtdan bor ekan. Nima qilamiz uyga borib? Nima planlaring bor? Yaqinda maktabim tugaydi. Yurt kontur bosamiz mazza qilib. Yur davay, ketdik. Davay. Rostga sala ko'rsak, bab yetkazib ketasan. Maslahatim chiqib qolgan. Abdulaziz bilan o'ynasam yaxshi, sendan zo'rayman. Bot. Shans ko'rasan, yutaman. Kompyuter o'yinlariga haddan tashqari ruju qo'yish bu bolada ham jismoniy ham psixologik jihatdan salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Virtual hayotda yuzlab do'stlar orttirsa-da, lekin real hayotda o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiynaladi. Uyatchan, tortiqchoq va hattoki agressiv bo'lib qolishi ham mumkin. Kompyuter o'yinlariga bo'lgan qiziqishni daromadli kasbga aylantiramiz. Maktabdan keyingi vaqt eng qimmatli vaqtdir. Uni boy bermang. Ustadi Kids o'quv markazi bilan muammolar hal bo'ladi. Hoziroq kommentariyada plus qoldiring, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.